Hikmatning boshi Allohdan qo'rqishdir. Bu asli o'tgan ulug' zotlardan kelayotgan bir hikmatli so'z. Ra'sul hikmati maxofatulloh deyiladi. Hikmatning boshi Allohdan qo'rqishdir deganlar. Ya'ni inson har ishda Allohdan qo'rqib qiladigan xatti harakat, amali, hattoki aytadigan so'zi ham ana shu mezon asosida bo'lsa, qiladigan xatti harakatini o'ylab, oqibatini o'ylab, oqibatida gunohkor bo'lib qolmaymanmi, Allohning oldida javobgar bo'lib qolmaymanmi degan ana shunday xavf turadigan bo'lsa, bu odamdan ko'plab xato, kamchilik, gunoh, ma'siyatlar yiroq bo'ladi. Ana shunaqa gunohlarni qilishlikdan o'zini tiyib borishlikka harakat qiladi. Mana shuni dinimizda taqvo deyiladi. Taqvo degani Allohning oldida gunohkor bo'lib qolishlikdan qo'rqish. Inson o'zini ana shu gunohdan tiyish, asray bilishlikni otini taqvo deyiladi. Taqvo bu viqoyatun, to'sish, parda. Biz bilan Alloh taoloning azobini o'rtasini to'sib turadigan to'siqni otini taqvo deydi. Har birimizda mana shunaqa to'siq bo'lish kerak. O'zimizni, atrofimizni mana shunaqa taqvo qo'rg'oni bilan o'rab olishimiz kerak. Ana shu hudud, ana shu chegara, ana shu to'siqdan nariga o'tib ketmasligimiz kerak. Agar bu to'siq bo'lmasa, bu taqvo degan parda o'rtada bo'lmasa, inson oldida hech narsa mulohaza qilmaydi, har narsaga qadam qo'yaveradi, har narsani gapiraveradi, oqibatini o'ylamaydi.